Assalamu alaykum qarindoshlarım. Hammanglarning o'sha vaqt xayrlik bo'lsin. Men İhray Rahman. Amerikaning Washington rayonidan sizga anglitish beryapman. Hozir o'qiyotgan asarimiz Şerin Bۇلاق. Tungi o'qishlikda biz ikkinchi bosqich oshkora da'vatga o'tish degan mazmunning dahshatlik ezilish degan temasini o'qib, o'sha mazmunning o'tir qismiga kelgan edik. O vaqt munosabati bilan to'xtab qolgan. Unda bo'lsa, davomlashtiraylik. Dahshatlik ezilish. Abu Lahab Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'z tog'isi va tam qo'shnisi turibliq yot qo'shnilarga o'xshashlar ashundaq tarsiyatlarni qiladi. İbn İshaq rahmatulloh mundaq degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qusur izlab, uning uyigacha bostirib kirib, o'rinsiz jadal terib, arsiyat qildiganlardan Abu Lahab, Hakam ibn Abil As, Uqba ibn Abi Muayyid, Adi ibn Hamra, Qafi va ibn Asta ul-Huzali qatorlar bor edi. Bular Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yaqin qo'shnilari bo'lib, Hakam ibn Abi Asdan boshqalari islomga musharraf bo'la olmagan. Ularning biri Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam namoz o'qiyotganda qo'yning hamroyini akilib, demakchi bo'lgani qo'za tug'ilgandan keyin tushadigan nijosat qo'y hamroyi deb atildi. Akilib, uning do'lisiga artib qo'ysa, yana biri yiliqi paskana narsani uning qaynayotgan qosiniga tashlab qo'yadi. Hatto Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tahasrak namoz o'qish uchun ayrim xo'ja tayyorlagan edi. Bu chaqda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va ular tashlagan yiliqi paskana narsani tayoqqa elib, eshik to'yiga chiqib, Abdumanaf jamoati mushumu qo'shindorchilikmi deydi va yiroqqa etib kirib ketadi. Uqba ibn Abi Muayyid shaqovat va badbaxtlikda haddidan oshgan mal'un edi. İmam Buxoriy rahmatulloh Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhudan naql qilgan hadisda mundaq deyiladi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni Baytullohning yonida namoz o'qiyotdi. Abu Jahil va uning odamlari bir chetda o'tirib o'tadi. To'satdan ularning biri: "Qaysinglar berib, falonning to'ygisining yenini elib kelib, Muhammad sajdaga borganda uning gajgisiga tashlab qo'ya olaysizlar?" degan gapni chiqardi. Bu chog'da qavmning eng shaqi badbaxti u Uqba ibn Abi Muayyid edi. O'rnidan turib, yiliqi yinni rasi so'rab kelib qarab turdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sajdaga berib edi. U yinni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning dumbisidan o'l tarafiga artib qo'ydi. Men buni o'z ko'zim bilan ko'rib turgan bo'lsam-mu, to'sishga cham yetmaydi. Koshki cheksiz kuch-qudratim bo'lsa-chi, deb qoldim. Ular kulishib, qo'soqlarni tutishib, bir-birining ustiga yiqilib ketishdi. Yana ular ko'p kulgandan hammasi xudini yo'qotishib, bir-biriga yo'linib qilishdi. Hatto bir chog'da Fatima raziyallohu anha kelib, uni elvatganga qadar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam beshini ko'tarolmay sajdada yetib qoldi. Fatima raziyallohu anha kelib, yiliqi o'pka qiyrinlarni elib tashlatgandan keyin ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam beshini ko'tara oldi va "Ey Alloh, Qurayshni tutqin" deb 3 qatim takrorladi. Bu duo ularni jimoqtirib etdi. Chunki ular bu joylarda qilingan duolar ijobat bo'ladi deb biladi. Orqadanla Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularning ismligini bir-birlab atab, "Ey Alloh, Abu Jahlni tutqin, O'tba ibn
Rabiyani tutqin, Shayba ibn Rabiyani tutqin, Valid ibn Mughirani tutqin, Umayya ibn Halafni tutqin, Uqba ibn Abi Muayyadni tutqin deb duo qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 7 kishini sanab tilga olgan ekan, ammo hadisini rivoyat qilguvchi 7-chisini unutib qopti. U yana mundaq deydi: Alloh bilan qasam qilamanki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tilga olgan ashu kishilarning hammasining o'ldirilib Badri quduqiga töp-töpülab tashlanib ko'mib o'z ko'zim bilan ko'rdim. Umayya ibn Halaf payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ko'rsala mazoq qilib ko'z qisatdi va masxar qiladi. Buning haqida kishilarni aybliguchi suxanchiga voy. Qur'oni Karim sura Humaza 104-sura 1-oyat degan oyat nasib bo'ldi. Mazkur Umayyaning qayrindishi Ubay ibn Halaf va Uqba ibn Abi Muayyidlar bu ayni bir jangalning bo'rlari edi. Bular ba'ayni bir jangalning bo'rlari edi. Bir qitim Uqba payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning majlisida uning vaz nasihatlariga quloq solib o'tirib qoladi. Buni Ubay uqqandan keyin Uqbaga qattiq tapdan qilib ochiqlaydi va uningdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuziga mishqirib tukurishni talab qiladi. Shuning bilan Uqba Ubayning deganda qiladi. Aslida bir kichik izohat bor ekan. Aytilishicha, mazkur Uqba ibn Abi Muayyid Ubayning talabi bo'yicha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuziga nachrat tukurgan bo'lsa-mu, ammo uning nejas tukurigi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuziga tushmagan. Mushu badbaxt yana bir kuni chirib ketgan ko'ni bir ustixonni ko'tarib kelib, uvab shamol yo'nalishiga qaratib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga chachidi. Aslida kichik bir izohat bor ekan. Uning mundaq qilishi Alloh taolo Qur'oni Karimdagi Yasin surasida bayon qilinganiga o'xshash. Mushtaq chirib ketgan ustixonmu qayta tirilamdi deb o'lgandan keyin tirilish aqidasini inkor qilish uchun edi. Ahnas ibn Shurayhmu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga o'rinsiz chiqilib aziyat qilganlardan edi. Qur'oni Karim uningdagi barliq salbiy sifatlarni 9 sifatga yig'inchoqlab bayon qiladi. Qasamxo'r, pas, g'ayvatxo'r, suxanchi, bexil, haddidan oshquchi, gunohkor, qo'pol, uning ustiga haromdan bo'lgan odamga itoat qilmag'in. Qur'oni Karim sura Qalam 68-sura 10-13-oyatlar. Abu Jahl ba'zida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib Qur'on tilovatini anglab ketadi. Lekin iymon, e'tiqod, itoat va adab axloqdan mustasno, qilcha aymanish paydo bo'lmagan bu mal'un, balki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ohanat qilib uni da'vat yo'lidan to'saydi. Hatto u haddidan eshib jamiyatga ulug'vor bir to'p qo'shayotgan qahramondek o'z jinoiy qilmishidan mag'rur faxrlanadi. Uning haqida kuffar Qur'onga ishonmadi va namoz o'qimadi. Qur'oni Karim sura Qiyomat 75-sura 31-oyat degan oyat nasil bo'ldi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haramda namoz o'qig'ini ko'rgan kunidan boshlabla uni namoz o'qishdan to'sgan edi. Bir qitim u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maqomi Ibrohim oldida namoz o'qiyotgan yerga kelib qoldi va Muhammad, men seni bundoq dumlab yurishdan to'smadimmi? dedi va yaxshi oqat ko'rmaysan deb tahdid soldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga bo'sh kelmay tegishli daksni bergan edi. U, Muhammad,
sen nimanga tayinib cho'ng so'zlaysan? Bilamsan, men mushu vodidagi so'rindoshlari, ya'ni qo'llag'uvchilari eng ko'p odamman, dedi. Shuning bilan u o'zining so'rindoshlarini yordamga chaqirsin. Qur'oni Karim sura Alaq 96-sura 17-oyat degan oyat nasıl bo'ldi. Yana bir rivoyatda bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga voy sening holingga, voy sening holingga, voy sening holingga degach, uning po'kindan siqib yerga otgan. Bu chaqda Xudoning dushmani mal'un Abu Jahl: "Ey Muhammad, sen chig'ingda meni qo'rqitaman demsan? Azbiroy Xudo, sen va sening Parvardigoring meni hech nim qila olmaysizlar. Men mushu ikki tog' o'tirsidagi eng nopuzliq odamdirman" deb ko'ranglagan. Bu ablaq deksini yegandan keyin o'shni tepish u yoqda tursin, balki texim hatidan oshdi. Imom Muslim rahimahulloh Abu Hurayra raziyallohu anhudan naql qilingan hadisda mundaq deyiladi. Bir kuni Abu Jahl: "Muhammad ko'z oldimizda yerga o'sib, yuzini to'pig'i puchilab yuribotidi. Shundaqmi?" dedi. So'zni anglab turganlar shundaq dedi. U Lat Uzza butlarning nomi ti bilan qasamki, endi uning shundaq yuchun ishlarni qilib yurganini ko'rsam, uning gajgisiga rosa dasab, uning yuzini to'piq obdarroq melab qo'yaman, dedi. Va udul payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yeniga keldi. Bu dal payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namoz o'qiyotgan vaqti edi. Shun bilan u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning gajgisiga dassamoqchi bo'lib keldi. Ko'pchilik qarshi turadi. Ushtumtut uning qo'li bilan bir narsani mudofialanib keyniga dojig'onligi ko'pchilikni hang-tang qoldirdi. Bir qancha kishi uning oldiga berib: "Ey Abul Hakam, Abu Jahlning kuni yetdi. Nima bo'lding?" deb so'rashgan edi. Abu Jahl: "Muhammad bilan mening o'tiramga yolqinlab turgan bir o'tliq xandak paydo bo'ldi. Mana bular o'tning ushqunlari", dedi. Shu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Agar Abu Jahl menga yaqinlab kelavergan bo'lsa, farishtalar uni titma parchalab etadi" degan. Mana bu nahaq arsiyat, kulfatlar, ig'ir haqoratlar, o'rinsiz chiqilish va dil azor berishlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Makka jamiyatidagi yuqori navbat hamma odamning qalbida izzat va hurmat sifatidan o'rin olgan kishi turuqliq Makka oqsoqollari ichida ta'siri eng cho'ng va eng obro'li shaxs Abu Talib himoyasiga olgan turuqliq tartgan arsiyat kulfatlaridir. Ammo musulmonlar bo'libmi egachaqsiz ojizlar va himoyachisi yo'qlar nisbatan mazkur qarorning ijrosi texmi ig'ir ham ichinishli bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga har tarafdan besim, izoh ahonatlar yeg'iyotgan o'sha kunlarda har qaysi qabila o'z tavasidan islom diniga kirgan yoki mayli bo'lganlarni sezgan hamon turli qabih vositalar bilan qiynab jazoga tortdi. Qabila tavaligi bo'lmaganlarni jamiyat dashqonlari va quldor xo'jayinlar o'zlari xohlagancha qiynab azobladi. Bu vahshiyat qilmishlar va ichinishli jarayonlar ni tosh yurak odamlarni ichindirdi va tinni shurkantirdi albatta. Abu Jahl o'z tavasida nufuzli yoki himoyachilari kuchli kishilarning musulmon bo'lganini anglasa, berib ogohlantirish beradi. Yoki uning bilan munosabatni uzib, uningga iqtisodiy, ijtimoiy jihatda zo'r ziyon yetadiganligini uqtiradi. Navoda jamiyatda o'rni yo'q va ojiz kishi musulmon bo'lsa, uni kelganicha qo'l silib uradi va boshqalarni ularga qarshi harakat qilishga kuch kiritadi.
Osman ibn Affan raziyallohu anhuni uning tag'isi xurma shoxlaridan to'qilgan chiq palazga yugab ostidan is qo'yib azobladi. Mus'ab ibn Umayr raziyallohu anhuning onasi uning musulmon bo'lganligini uqqandan keyin uningga non bermay necha kun osh qo'ydi va uni uydan quvib chiqarib sargardonlik yo'liga haydabatdi. Shuning bilan ochliq va dala turmushining dastidan yilon teri tashlagandek uning bir qat terisi so'yilib tushdi. Halbuki uning oilasi xili zardor holliq oila edi. Bilal raziyallohu anhu aslida Umayya ibn Halaqning quli edi. U musulmon bo'lgandan keyin Umayya uni bo'ynidan arg'amchi bilan bog'lab, kapsiz bolalarga tutib beradi. Nadan go'dak bolalar Bilalni Makkaning tog'larida so'rab yurib, uning bo'ynini seda qilib o'tadi. Kashlikki bolalar zerikib qaytib kelsa, Umayya ibn Halaf uni mahkam bog'lab etib, harg'icha uratdi. Ba'zida tomuz kunlari uni oftobga qoqlab qiynasa, yana ba'zida non bermay, iymondan yansang non yeysan deb turib oladi. Uning dunmu ichinishli bo'lgani, u har kuni kun rosa qiziganda Bilalni bog'lab, Makkaning siyiga ochiq yotqizib, maydasiga qattiq qizigan Qur'on toshlarni elib qo'yib, asbray xudo, bugun yoki Muhammadni inkor qilib Lat Manatga bosh qo'yasan yoki mushu peting o'lasan deydi. Bilal mushundaq ig'ir azob ichida ahad ma'nosi bir, Alloh bir deb turadi. Bilal ana shundaq azob chekayotgan chog'larning birida Abu Bakr raziyallohu anhu u yerdan o'tib qoldida, uning bu holatini ko'rib, uni oilasida bir o'tin xizmatini qilayotgan bir qaraqulga tegishib azob qilibdi. Abu Bakr raziyallohu anhu Bilal raziyallohu anhuni 7 o'qiya yoki 5 sar kumush tangini naq sanab berib, setib azob qilayotgan degan so'z bor. Ammo Ibn Yasir raziyallohu anhu Bani Mahsum jamoatidagi bir kishining ozod gardisi, ya'ni setib ozod qilayotgan quli bo'lib, Ammarning otasi va onasi bir oila kishilarining hammasi musulmon bo'lgan edi. Mushriklar bo'libmi, ularning katibishi Abu Jahil bu 3 kishining Makkaning sirtidagi toshliqqa aydab chiqarilib, soyning toshlari rosa qizg'anda yalang'ochlab toshga yotqizib azoblashga boshladi va qizigan toshlarni akilib ularning usti beshiga duvilab qo'ydi. Ular mushunda azob chekayotgan paytlarda birida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yerdan o'tib ketib etib, sabr qilinglar, Yasir oilasi jannat sizlarni kutmoqda dedi. Rost degandek Yasir raziyallohu anhu ashu azob ichida o'lib ketdi. Qiynab o'ldirishda jini chiqmay qolgan Sumayya, Ammarning onasi raziyallohu anhuning avratiga Abu Jahil nayzi tiqib o'ldiribdi. Shuning bilan u islom dini maydoniga kelgandan keyingi tunji ayol shahid bo'lib qoldi. Mushriklar Ammar raziyallohu anhuni birdan oftobga silib kun nuriga qoqlasa, yana birdan suvga besib dimiq turib azoblaydi. Bir qatim ular, bugun biz seni yoki Muhammadni tillab ayblamaguncha yoki Lat Uzza haqida Mariya o'qimaguncha qo'yib o'tmaymiz, o'ltirib etamiz deyishdi. Shuning bilan Ammar majburiy holda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni ayblashga qo'shildi va ularning qo'lidan qutulibla udu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldiga yig'ilgan peti o'zir aytib keldi. Alloh taolo bu haqda mundoq dedi: kimki Allohga iymon etgandan keyin iymondan yenib olsa, qalbi iymon bilan mustahkam tursa-mu, majburlash ostida og'zila iymondan yonganligini bildirganlar buningdan mustasno. Kufri bilan ko'ngli ozodi bo'lsa,
ya'ni ixtiyoriy yo'sinda murtad bo'lgan bo'lsa, u Alloh g'azabiga duchor bo'ladi va cho'ng azobga qoladi. Qur'oni Karim sura Nahl 16-sura 106-oyat. Abu Fukayha to'liq ismi Aflah raziyallohu anhu Abduddar jamoatidagilarning ozod gardisi edi. Ular Aflah raziyallohu anhuni putidan bog'lab otqa so'rtib azoblaydi. Habbob ibn Arad raziyallohu anhu Ummu Anmar binni Sibay Xo'zayinning quli edi. Mushriklar uni turli vasitlar bilan azoblaydi. Ular Habbob raziyallohu anhuning chechidan tutib so'raydi va oldi keyniga do'qsutib tushganlaydi. Uni necha qitim qiziq qo'qqasqa o'ltirg'izib, ustiga ko'tarib qo'polmag'udak ig'ir toshlarni ortib qo'ygan edi. Zanira Nahdiya va uning qizi, shuningdek Ummu Abisa raziyallohu anhum mannalar musulmon bo'lgan dedak cho'rlar edi. Mushriklar ularga o'xshashla azob uqubatlarni yog'dirib qiyin qistoqqa oldi. Abu Bakr raziyallohu anhu Bilal va Amr ibn Fuhayra raziyallohu anhularni setib olib ozod qilib atgandak, mazkur cho'ri qizlarni setib olib ozod qilib atdi. Mushriklar ba'zi sohibalarni to'yga terisi va kola terisiga yo'gab quyoshning to'ng'iz oftobida tashlab qo'yatdi va ba'zilarini temir soatlarni kiygizib, pash-pash qizigan toshlar ustida yotqizib qiynaydi. Xudo yo'lida azoblanganlarning soni ko'p, ahvol ichinishli edi. Chunki mushriklar kimning musulmon bo'lganligini uqsa, uni tutib jazoga tortadi va arziyat kulfat yetkazadi. Arqam Qursqada chaqnagan mash'al. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu qatma-qat zulm, sitamlar oldida musulmonlarni so'z yoki harakat orqali o'zlarining diniy e'tiqodini oshkorlashdan to'sishi va ular bilan maxfiy ravishda uchrashishi intayin dono tadbir bo'lgan edi. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ular bilan oshkora bordi keldi qilib yurganda, mushriklar uning musulmonlarga Qur'oni Karimni o'rgatib, diniy saviyasini yuqori ko'tarish va ularning nafsini tazkiya qilish ishlariga to'sqinlik qiladi. Hatto ikki tarafning to'qinishib qilishini keltirib chiqarishi mumkin edi. Nabuvatning payg'ambarlik nozil bo'lgan yilning 4-yili ana shunday ahvollar haqiqatan yuz berdi. Sahobalar tog' jirolarga yig'ilib, mushriklarning ko'zidan yiroq yerlarda namoz o'qiydi. Bir kuni Quraysh mushriklaridan bir bo'lik kishilar ularni ko'rib qilib, qattiq haqoratladi va mush ko'tarib urushdi. Urush jarayonida Said ibn Abu Waqqas raziyallohu anhu mushriklardan bir kishini urib, yaralantirib qo'ydi. Shu qitimqi to'qinishda to'kilgan qon islom tarixida qarshi tarafdan to'kilgan tunji qon bo'lib hisoblandi. Shunisi aniqki, navoda bunday to'qinish va urushlar ko'p qitim yuz bersa yoki uzunga so'zilsa, mushriklarning musulmonlarni qattiq bostirishi va talto'kis yo'qitib qatliam qilib etishi tamoman mumkin edi. Shunga yushirin faoliyat ilib berish har holda donolik bo'ladi. Shuning uchun ko'plagan sahobalar o'zlarining islomiy ibodatini, duo tilovatlarini va yig'ilish faoliyatlarini maxfiy tutadi. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamchi u mushriklar yig'ilgan so'rovlarda oshkora da'vat ilib beraveradi va oshkor ibodat qilaveradi. Uni u ishidan hech kim to'solmaydi. Lekin u musulmonlarning va islom dinining kelgusi istiqbolini nazarda tutib, ashu musulmonlar bilan intayin maxfiy uchrashadi. Arqam ibn Abil Arqam Mahzumning qurishi
Arqam ibni Abil Arqam Mahsumiyning qorosi Safatiqining keyinda bo'lib, zalim jallatlarning ko'zidan va ularning yig'ilish so'rinlaridan bir qadar yiroq edi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu yerni bu yerni Bi'satning 5-yildan boshlab o'zining da'vat bazasi va musulmonlar bilan uchrashish markazi qildi. Habashistonning toniga qilingan tunji hijrat. Müşriklarning musulmonlarni nahaq jazolab qiynashlari Bi'satning 4-yilining o'tirlaridan boshlab yo'lga qo'yilib, shuningdan keyin kundan kunga, oydan oyga tadrijiy kuchayib, 5-yilning o'tirlariga borganda rasmiy chekidan oshdi. Vaziyatda chidab turg'usiz holat shakllandi. Hatto Makkada turish mumkin bo'lmay qoldi. Natijada musulmonlarni bu ig'ir azobdan qutqizadigan bir chora tadbir tepishga to'g'ri keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Habashiston podshohi Ashamatun Najjoshning odil podshoh ekanligini, uning tabaligida har qanday bir dinga e'tiqod qilguvchi zulm uchramaydiganligini anglagan edi. Shunga u musulmonlarni o'z dinni fitna fasod, zulm va ismdan xoli saqlash uchun Habashistonga hijrat qilishga buyurdi. Bi'satning 5-yili Rajab 7-oy iyida 12 er va 4 ayoldan tarkib topgan tunji turkumdagi muhojirlar va Habashistonga hijrat qildi. Ularga Osman ibn Affan raziyallohu anhu bosh bo'ldi. Uning bilan birga ayoli Ruqiya payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qizi raziyallohu anha birga hijrat qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu ikkilar haqida bu er-xotin ikkisi İbrahim alayhissalom va Lut alayhissalomdan qolsa tunji bo'lib Alloh yo'lda hijrat qilgan bir oilalardir degan edi. Bular Qurayshlarga to'ydirib qo'ymasdan tun nisbida un-tunsiz yo'lga chiqib, Qizil dengiz bo'yidagi bir portga to'plashdi. Alloh taolaning himmati bilan ularga 2 tijorat kemasi uchrab qilib, ularni Habashistonga o'tkazib qo'ydi. Muhojirlar o'ylagandek Quraysh doiralari ahvolni o'qib qilib, ularning keynidan qo'llab chiqdi. Lekin ular dengiz bo'yiga yetib borganda muhojirlar allaqachon dengiz sohilidan ayrilib bo'lgan edi. Musulmonlar Habashistonga nihoyatda yaxshi kutib olindi va bir obdan turib qoldi. Shu yil Ramazon oyida bunday bir voqea yuz bergan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir kuni haramga chiqdi. Bu yerda nurg'un kishilar yig'ilib, so'rin tuzib o'tirib. Ularning ichida cho'ng arboblar va qabrlar oqsoqollar bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'tirib chiqibla sura Najmni tilovat qilishga boshladi. Mushriklar, bu Qur'onga quloq solmanglar, uni elishtirib etinglar. Sizlar g'alaba qilishinglar mumkin. Qur'oni Karim sura Fusilat 41-sura 26-oyat degan qarshi bo'yicha o'zaro tutishib olgandek ahdlariga asosan buningdan ilgari va Qur'onni zang silib tinglab boqmagan edi. Bu qitim payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga ushtum-tut bu surani o'qib berib edi. Til go'zalligi, şirin zabonligi, tasvirlab bo'lmaydigan kuchlik jazbdorlikka ega. Bu ilohiy kalom ularning quloqlarida ijozatsiz kirib dil tollarini chekkanchig'i ular ixtiyorsiz holda bu mungli tilovatga asir bo'lib qilishdi. Ularning ko'ngliga Qur'on mazmunidan boshqa hech narsa kirmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam suraning oxiridagi Allohga sajda qilinglar va ibodat qilinglar degan oyatni tilovat qilibla sajdaga bosh qo'yib edi. Hammaylar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ergishib ixtiyorsiz sajdaga ketishdi.
ya'ni sura Najm. Sura Najm. Bu Qur'onga quloq solmanglar. Uni elishtirib etinglar. Sizlar g'alaba qilishinglar mumkin. Qur'oni Karim sura Fussilat. 41-sura 26-oyat. Asıl bularning o'z xudini tuymayla sajdaga ketishi tegi takdan olganda haqiqat kuchining ashu hakabur masqarachi mal'unlarning dilidagi bo'yin taboqliq tug'unni parchaqlab tashlaganligi edi. Shunlarning hech qaysi o'zini tutib ololmay beixtiyor holda sajdaga ketishgan edi. Keyin ular Allohning kalomining o'zlarining bo'yin chulvirini tortib bo'ysundirganligini, natijada o'zlari yo'qotmoqchi bo'lib, nihoyat zo'r tirishchanlikni ko'rsatayotgan ishni o'zlarining ixtiyorsiz qilib solganligini sezishib, qo'llarini tishlashdi. Endi ularga so'riniga hozir bo'lmaganlar tarafidan qatma-qat malomatlar yog'di. Bu chog'da ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga tuhmat chaplab, Muhammad bizning butlarimizga muayyan darajada urib berishga qo'shildi va butlar haqida ashu butlar ulug' farishtalardir va ularning shafoatiga tashnamiz dedi. Degandek gaplarni o'ydirib chiqardi. Ular bu qapqara tuhmatni o'zlarining heliqi so'rinda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan sajdaga bosh qo'yib solganligini oqlash yuzidan o'ydirib chiqargan edi. Amaliyotda yo'chuq topsalar yolg'onni to'qib, hiyla-nayrang ishlatib, tuhmat chaplashga odatlangan bu mushriklar uchun aytganda, bunday ahvollarni yod sanog'li bo'lmaydi albatta. Bu xabar Habasiston muhojirlariga anglandi. Lekin u tamoman aksicha Qurayshlar butunlay musulmon bo'lib ketibdi degan mazmunda anglangan edi. Shuning bilan Habasistondagi muhojirlar mushu yil Savval iyi 10-oyda Makkaga qaytib keldi. Ular Makkaga kirgili bir osh pishmig'icha yo'l qolgandila ondan haqiqiy ahvolni uqdi. Shuning bilan ular shu yerdala keyniga o'rilib Habasistonga qaytib ketdi. Az bir qismi yoshirin holatda yoki Qurayshlardan biror kishining himoyasida ondan Makkaga kira oldi. Shundan keyin Qurayshlarning Habasistondan qaytib kelganlarga bo'lsin yoki Makkada muqim turganlarga bo'lsin jazo yurgizib qiyin qistoqqa elishi texmi yuqori palga ko'tarildi. Har qaysi qabila, aymoqlar o'z tavasidan musulmon bo'lganlarni iskanchiga oldi. Aslida Habasiston podshohi Najoshning musulmon muhojirlarini qizg'in kutib olib, yaxshi o'rinlashtirganligini Quraysh doiralariga qattiq alam qilgan edi. Bu chog'da payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga Habasistonga qayta hijrat qilishdan boshqa chora yo'qligini aytdi. Lekin bu qitimqi hijrat oldingi qitimqidek o'ng'ayda to'xtamadi. Quraysh doiralari musulmonlarning hijrat planini sezib qilib, ularni to'sib berishdi. Biroq musulmonlar bo'sh kelmadi. Chapsan tayyorlanib, o'z yo'liga ravon bo'lishdi va Allohning osonlik berishi bilan hech bir to'salg'usiz Habasistonga yetib berishdi. Bu qitimda erlardan 83 kishi, ayollardan 18 yoki 19 kishi hijrat qildi. Assalom qarindoshlarim, davomli o'qishga shunchalik intilyapman. Yana 15 minutdan keyin yana davomli o'qishni boshlayman. Davomiy endi o'qiydiganimiz Qurayshlarning Habasistondagi muhojirlarga chang silishi degan mazmun. Ma'qul. Diqqat berganinglarga rahmat. Alloh omonat.